Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. İstiqlal televiziyası xəbərlər proqramımızğa qədəm təşrif qılğanlarını qızğın qarşı alırıq. Aldı bilan bugün xəbərlər proqramımızın əsas məzmunlarını tanışdırıb ötəmiz. Mavi Marmara şəhidlərini xatırlaş mərasimində Şərq Türkistan məsələsini tilg'ilib ötüldü. Xitay dairələri Şərq Türkistanda bu yıl Ramazanda uqtırış çıxırıb, müsəlmanlarını roza tutuşdan çəkləm qoydu. Safaköy'dəki Qur'on kursi yesilisi o'quvchilarni mukofotlash murosimi o'tkazdi. Xitoy urush aeroplanlari Amerika paraxodlariga xiris qilganlik to'g'risida xabarimiz diqqatinglarda bo'ladi. Undaqda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Mavi Marmara şehitlerini xatırlash namoyishida Sharqiy Turkiston masalasi tilga olindi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, neçə min kişi qatnaşqan çoğ namoyishda Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi va islom ellerini Xitoyga besim qilishga chaqiriq qildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, neçə min kişi qatnaşqan çoğ namoyishda Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi va islom ellerini Xitoyga besim qilishga chaqiriq qildi. 31 may çarşamba günü Mavi Marmara şehitlerinin 7. yıllık münasebeti bilen İstanbul'un Taksim meydanından neçe mılgan kişinin katılışı bilen İsrail'e karşı namayış ötküzüldü. Meydana toplangan namayışçılar kollarida Palestin, Türkiye ve Şarkı Türkistan bayraklarını lepildetince tekbir sadalar içinde İsrail'in Palestin halkı üstüden elip beriyotgan qirg'inchiliklari, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elip beriyotgan vahshiyona zulmlar haqida shiorlar to'ladi. Namoyishda İHH İnsani Yardım Vakfı reisi Bülent Yıldırım söz qilib, İsrailning G'azza ustidan elip beriyotgan embargosining hatto Oq dengizgacha kengayotganligini, Masjidil Aqsoga qilinayotgan hujumlarning to'xtovsiz davomlashayotganligini, Siyonist İsrail elchixonalarining Turkiya va boshqa islom ellaridan chiqarilib o'tilishi, İsrailiya bilan bo'lgan munosabatlarning to'xtatilishi kerakligi haqida to'xtaldi. Bülent Yıldırım sözdə bütün dünya bizni yalğız tashlab qo'ygan holatdami biz Sharq Turkiston, Moro, Kashmir, Suriya, Iroq va Liviyaga chuqum quchoq ochimiz va ularga ega chiqadiganligimiz haqida va'da beramiz. Bizning nishonimiz jannat. Agar bu yo'lda surgun qilinsak, bu biz uchun bir sayohat, turmaga tashlansak biz uchun bir xilvatxona, o'ltirilsak shahid bo'lamiz deganlarni tilga oldi. Bülent Yıldırım sözüde Uyg'urlarning ismlarining cheklanganligini, namoz o'qish, roza tutish, soqol qo'yish, yog'liq ortishning cheklanganligini bildirdi va Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan besim siyosatlarini tanqid qildi. Shunaqla arab islom ellarini Uyg'urlarni qo'llashga chaqiriq qildi. Bu faoliyatga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, qo'llarida ay yulduzlik ko'k bayroqlarni ko'targan holda maydonning oldidan o'rin oldi. Bülent Yıldırım meydandan lepildayotgan ay yulduzlik ko'k bayroqlarni ko'rsatib turib, mundaq dedi. Bu ko'k bayroqlar kimning bilamsizlar? Xitoy zulmi ostida qolgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning. Bülent Yıldırım so'zining davomida yana mundaq dedi. Xitoy Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning jamiga kirishiga cheklama qo'ydi. Ismlarga cheklama qo'ydi. Roza tutishni, soqol qo'yishni, yog'liq ortishni, erkin ibodat qilishni chekladi. Biroq o'zini dunyoning eng chong iqtisodiy kuchi deb e'lon qildi. Bülent Yıldırım Uyg'urlarga ko'ngil bilish uchun islom ellariga chaqiriq qilib mundaq dedi. Islom ellariga xitob qilamanki, Xitoyning eng chong savdo bozori islom ellaridir. Ey raislar, Xitoyni iqtisod bilan bosh egdiraysizlar. Islom hamkorlik tashkiloti nomida kerak to'yilsa, savdo bozorini Xitoyga ochmaydiganligini bildirish kerak. Uyg'urlarni o'ltiryotidi, diniga cheklam qo'yyotidi, yurtlardan surgun qilyotidi. Ey musulmon davlatlar, ey raislar, sizlar qayerda? Faoliyat ishtirokchilari Bülent Yıldırımning so'zlaridan ta'sirlanib, takbir to'lashdi va musulmon uxlama qarindoshlaringga sahib chiq deb shior to'ldi. Bülent Yıldırım so'zining davomida yana Turkiyaga panohlik talab qilib kelgan Uyg'urlarning Xitoylarga qaytarilishiga ruxsat qilinmaydiganligini bildirdi va bu vaqtda Turkiya rahbarlariga xitob qilib mundaq dedi. Bu yerdan hukumat rahbarlariga shuni xitob qilamizki, hozir ko'p sonda Sharq Turkistonlik va o'zbek qarindoshlarimiz nohaqchilikka uchurdi. Bularning haq-huquqlarini qo'g'daymiz, chegaradan chiqarib o'tishga ruxsat qilmaymiz dedi va faoliyat ishtirokchilarini bu vaqtda qo'llab-quvvatlashga chaqiriq qildi va ulardan va'da oldi. İsimleri yasaklıyorlar. Başka? Camiye girmeyi yasaklıyorlar. Kur'an okumayı yasaklıyorlar. Başörtüsünü yasaklıyorlar. Orucu yasaklıyorlar.
başlıyor. İslam ülkelerine sesleniyorum. Çin'in en büyük pazarı İslam ülkeleridir. Ey liderler! Çin'i ekonomiyle yola getirebilirsiniz. Gerekirse pazarımızı size açmayız dersiniz İslam İşbirliği olarak. Bakın bu insanları katlediyorlar, öldürüyorlar, dinlerine yasak getiriyorlar, evlerinden uzaklaştırıyorlar. Ey Müslüman ülkeler, ey liderler, neredesiniz? Neredesiniz siz? Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kardeşine sahip çık! Müslüman! Uyuma! Kardeşine sahip çık! Müslüman! Uyuma! Kardeşine sahip çık! Sotuq Boraxan Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Sotuq Boraxan Qur'on kursi yaslining 2016 va 2017-yillik o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Safaki Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 28-may kuni Safakoydagi Qur'on kursi yasli o'quvchilarining 2016 va 2017-yillik o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Faoliyatga İstanbul Küçükçekmece Muftiylik idorasining mas'ullari, Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining mas'ullari va a'zolari, Sotuq Boraxan ilm va madaniyat vaqfining mas'ullari, shunaqla Sharqiy Turkiston ulamolar birligining mas'ullari ham o'quvchilarning ota-onalari bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. Murosim faoliyati Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlangandan keyin Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ichlis so'zi qildi. Hidoyatullo O'g'uzxon so'zida bugun bu yerdagi Uyg'ur avlodlarining Qur'on Karimni o'qish orqali payg'ambarning mirosi bo'lgan yo'lga qadam qo'yganligini, har qanday xizmatning va zulmatdan qutulishning tunji yo'li o'qitish va ilm ma'rifat ekanligini, yaqinqi mezgilda dunyo musulmonlari, jumladan Sharqiy Turkiston musulmonlarining ig'ir musibat va kulbat insoniyat beshidan o'tkazilib boqilgan tarixdagi eng ig'ir zulm ichida bizga ega bo'lg'uchi yo'qmi deb nido qilayotgan muhojiratga Uyg'ur musulmonlarimi Xitoyning ta'did va bosimlariga uchrab turayotgandek bu fojialarning birinchi sababining nodonlik, ilmsizlik va jaholat ekanligini, buningdan qutulishning birinchi qadami o'z dinini to'liq tushungan, hamma jihatdan yetishgan yangi bir avlodlarni yetishtirib chiqish ekanligini o'tirib qo'yib o'tdi. Arqadan Qur'on kursidagi o'quvchilar qo'llarida Sharqiy Turkiston va Turkiya bayrog'ini lapildatgan holda sahnaga chiqib, faoliyat qatnashchilarining qizg'in olqishiga erishdi. Navbat bilan sahnaga chiqqan Jannat bog'chisi guruhidagi bolalar o'zlari o'rgangan hadislarni so'zlash bilan birga mungluq Qur'on Karim tilovat qilishlari bilan yuraklarni titratdi. Faoliyatda o'smir farzandlar o'zlari tayyorlagan san'at nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Sharqiy Turkiston milliy armiya kiyimini kiyib, so'l ko'ksiga Sharqiy Turkiston bayroq qadagan Uyg'ur o'smirlar sahnada askarlarga xos qiyofat va harakat bilan zal ichini hayajonga soldi. Arqadan sahnaga chiqib yig'in ahliga xitob qilgan Uyg'ur qizining zulm to'g'risidagi jonliq xitobini anglagan yig'in ahli ko'z yoshlarini tutolmay qoldi. Murosim oxirida diniy olim Ibrohim Damollam Qur'onni yodlab tamom qilgan ikki qizdan naq maydonda imtihon olgandan keyin bu ikki qizimizga mukofot buyumi tarqatib berdi. Ba'zi o'smirlar samo soldi, ba'zi o'smirlar she'r deklamatsiya qildi, o'smirlar yana ona tilim degan temada she'r deklamatsiya qilib, ona til o'rganishning muhimligini ta'kidladi. Faoliyat oxirida mas'ullar yaslidagi va Qur'on kursidagi o'quvchilarning hammasini sahnaga taklif qilib, tabriklashdi va o'quvchilarga medal yo'n taqdim qilish bilan birga toj kiydirildi. Sharqiy Turkistonda uqtirish chiqarilib, ro'za tutish cheklandi. Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bu yilgi Ramazonda uqtirish chiqarib, musulmonlarning ro'za tutishiga cheklama qo'ydi. Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bu yilgi Ramazonda uqtirish chiqarib, musulmonlarning ro'za tutishiga cheklama qo'ydi. 27-may Xitoyning fikr va ma'rif to'rbetida 2017-yillik Ramazon mezgilida Sharqiy Turkistonning ma'rif sohasidagi ishchi xizmatchilarining ro'za tutishini cheklash to'g'risida uqtirish tarqatilgan bo'lib, bu uqtirish Ramazon mezgilida bexatarlikni ching tutish, bexatarlikka kafolat qilish nomi ostida ikki xil mazmunni o'z ichiga olgan. Uqtirishning birinchi mazmunida ta'til mezgilida bo'libmi Ramazon mezgilida o'quvchilarning har qanday shakldagi diniy faoliyat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymaslik, har qaysi maktablardagi bo'lim mas'ullari va o'qituvchilar bilan aloqani saqlab, o'quvchilarning
har qanday shakldagi diniy faoliyat bilan shug'ullanmaslikqa kafolatlik qilish, agar ularning diniy faoliyat bilan shug'ullanganligini bayqagan hamon ma'lum qilish, vaqtida tarbiya qilish degan mazmunlar tilga olingan. Ikkinchi mazmunda bo'lsa, sezgur bo'lgan mezgilda, ya'ni 5-iyul vaqasi mezgili bo'libmi Ramazon mezgilida ijtimoiy bexatarlikni kafolatga ega qilish uchun barliq kadr va ishchi xizmatchilarning Ramazon mezgilidagi o'qituvchilar qo'shinining muqimligini va uning muhimligini tunishni ishga oshirish, ijtimoiy siyosiy muqimlik xizmatini ching tutish, bexatarlikka zid omil va masalalarni dal vaqtida bartaraf qilish, ijara berilgan uylarda kimning o'tirganligini, nima ishlar bilan shug'ullanganligini bilib turish, ma'rif sohasidagi barliq kadrlar va ishchi xizmatchilarning qat'iy ro'za tutmaslikni ishga oshirish degandek sabsatirlarni o'tirg'a qo'yib uqtirish chiqargan. Sharq Turkistondagi ayollarmi o'tirg'a chiqib pozitsiya bildirishga majburlandi. Uyg'ur ayollarmi diktator kommunist partiyaga ergashib menish to'g'risida qasam berishga majburlandi. Uyg'ur ayollarmi diktator kommunist partiyaga ergashib menish to'g'risida qasam berishga majburlandi. Atalmış Xitoy xalq to'rining 1-iyun kundagi sahifasida berilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Charchan noyasidagi Uyg'ur onalar Xitoy kuchlari tomonidan Mehribon onalar kollektivi nomida 26-may kuni yig'ilib, dadil o'tirg'i chiqib, aniq pozitsiya bildirish faoliyat o'tkazishga majburlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatim o'rinlashtirilgan Mehribon onalar kollektivi nomidagi atalmış dadil o'tirg'i chiqib, aniq pozitsiya bildirish faoliyatiga Charchan noyasining har sohasidagi Uyg'ur ayollari majbur qatnashtirilgan hamda atalmış bo'lginchilikka qarshi turish, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash urushida qat'iy boshlamchi va ulgu bo'lish, Xitoy Kommunist partiyasiga ergashib menish to'g'risida qasam berishga majburlangan. Yaqindan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafrati va qarshilik harakatlarining ish berishiga ergashib, Xitoy Kommunist partiyasiga sadoqatni bildirish, aniq maydonni ifodalashdek bir qator faoliyatlar avj oldirayotgan bo'lib, buningga norozi bo'lgan yoki maydonni ifodalashda Xitoy hokimiyatining kutgandek ish harakat va faoliyatda bo'lmaganlarni terrorchi va asabiy degandek tuhmatlar bilan tutqun qilayotganligi oshkora bo'lmoqda. Sharqiy Turkistonda yangicha surgunning tunji qarori boshlandi. Xotandan dastlabki qadamda 300 nafar Uyg'ur 5-emgak kuchi nomida Xitoyning ichkari o'lkasiga surgun qilingan. Xotandan dastlabki qadamda 300 nafar Uyg'ur 5-emgak kuchi nomida Xitoyning ichkari o'lkasiga surgun qilingan. Xitoy doiralari Xotan va Qashqar viloyatlarining har qaysi shahar yezlaridagi emgak kuchlarini tashkillik ishga o'rinlashtirish nomastida yig'in ochgandan keyin buningga munosabatli xizmatlarni atalmış siyosiy vazifa sifatida ching tutib, bosh nishon qilib belgilab, jiddiy ishlaydiganlik to'g'risida yo'l-yo'riq topshirib olgan. Tang'artaq to'rining 25-may kundagi bu vaqtda berilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, 24-may kuni Xitoy tajovuzchi kuchlari Xotan viloyatining Xotan noyasidan tunji turkumda 30 nafar Uyg'urni tashkillik holda ishga o'rinlashtirish bahonasida yo'tkilgan. Ma'lum bo'lishicha, ishga o'rinlashtirish bahonasida yo'tkilgan bu 30 nafar Uyg'ur asosli Xotan noyasining loyqa va bo'zaq yesidan bo'lib, eng cho'ning yoshi 40 yosh, eng kichigi bo'lsa 19 yoshlar atrofida ekan. Bularning ichida yana 3 juft ayolmi bor ekan. Xabarda tilga olinishicha, yig'in ochilgan kundan hozirgacha bo'lgan 14 kun ichida Xotandan tunji qarorda 300 nafar Uyg'ur atalmış 5-emgak kuchi nomida yo'tkab bo'lingan. 10-may kuni ochilgan yig'inda 3 yil ichida Qashqar, Xotandan iborat Uyg'urlarning tarixiy madaniyat marosimlarining izi bo'lgan Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayondan 100 nafar Uyg'urni tashkillik ichkari o'lkalarga yo'tkab ishga o'rinlashtirish xizmati loyihasi o'tirib qo'yilgan bo'lib, 2017 yil ichida Xotan va Qashqardan 25 ming nafar Uyg'urni yo'tkab o'rinlashtirilganlarning Xitoy o'lkalarida muqim o'ltiraqlashish va yerlashishga qat'iy kafolatlik qilish kerakligi bildirilgan. Xitoyning bu qilmishlari Uyg'urlarni o'z yurtlaridan surgun qilishning yana bir turi deb qaralmoqda. Sharqiy Turkistonga Xitoy o'lkalaridan taklif bilan o'qituvchi qabul qilish plani o'tirib qo'yildi. Xitoy hokimiyati har xil nom va bahonalar bilan Sharqiy Turkistonga ko'chman Xitoylarni ko'plab yerlashtirish plani o'zliksiz davom qilyotdi. Xitoy hokimiyati har xil nom va bahonalar bilan Sharqiy Turkistonga ko'chman Xitoylarni ko'plab yerlashtirish plani o'zliksiz davom qilyotdi. Xalq to'rining bergan xabariga qaraganda 16-may kuni Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Urumchi shahrida 2017-yillik o'tir boshlang'ich va yasli o'qituvchilarni taklif qilish axborot e'lon qilish yig'ini ochgan bo'lib, bu yig'inda Sharqiy Turkistonga Xitoy o'lkalaridan yangidan 22 ming nafar 972 o'qituvchini taklif qilish plani o'tirib qo'yilgan.
Sharq Turkistonga Xitoy o'lkalaridan o'qituvchi qabul qilish uchun torda tizimlatish vaqtining 5-oyning 15-kunidan 5-oyning 21-kunigacha bo'lganligi, yuzturana imtihon, siyosiy jihatdan tekshirish, salomatlik tekshirish, tarbiyalash vaqtini bekitish va taklif qilib ishiltish qatorliqlarni viloyat, shahar va oblast qatorliq o'rinlar o'z oldiga bekitadiganligi bildirilgan. Al Jazeera to'rbitida Sharq Turkistonda Ramazon bo'lmadi degan temada bir maqola e'lon qilindi. Maqolada Xitoy 2017 aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilgacha qamoq jazosi e'lon qilinganligi bildirilgan. Xitoy 2017 aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilga qadar taqlidiy qamoq jazosi e'lon qilgan. 29 may kuni Al Jazeera to'rbitida Misrlik muxbir Muhammad Sarxonning Sharq Turkistonda Ramazon bo'lmadi degan temada bir maqolasi e'lon qilingan bo'lib, maqolada deyilishicha 2017 aprel oylari Sharq Turkistonning Xotan shahrida 500 nafar Uyg'ur musulmonga 5 yildan 30 yilga qadar taqlidiy qamoq jazosi e'lon qilgan. Bir vaqtda Xotan shahrida maxfiy diniy maktab ochib musulmonlarning farzandlariga din o'rgatgan degan tuhmat bilan Habibullah ismli bir kishiga 35 yillik qamoq jazosi, uning ayoliga 30 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Xotanning Tusulla yesidagi bir ahli ilm ayollarga diniy dars o'rgatgan degan tuhmat bilan 17 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Yana bir kishiga tarovih namozi o'qidi degan tuhmat bilan 10 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Maqolada Xitoy Sharq Turkiston musulmonlarga ayollarning islomiy kiyinishi, erlarning soqol qo'yishdek bir qator ishlarni cheklaydigan belgilama chiqarganligi, islomiy kiyinganlarni va soqol qo'yganlarni doktorxonaga kirishga va ommaviy qatnashlarga o'tirishga ruxsat qilmaydiganligi, masjid imomlarini usul o'ynashga majburlaganligi, undan boshqa yana Xitoyning Ramazonda har qaysi maktab o'quvchilarini va ishchi xizmatchilarni kunduz kunlari tamoq yeyishga majburlaganligidek real ahvollar to'g'risida to'xtatilgan. Anqaradagi Ittiqod erkinligi munbiri tarafidan Sharq Turkistondagi zulmga inkos bildirildi. Anqara Ittiqod erkinligi munbiri muxbirlarni kutilish yig'ini ochib, Xitoy doiralarini Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulmlarni to'xtatishga chaqiriq qildi. Anqara Ittiqod erkinligi munbiri muxbirlarni kutilish yig'ini ochib, Xitoy doiralarini Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulmlarni to'xtatishga chaqiriq qildi. 28 may kuni Anqara Ittiqod erkinligi munbiri Sharq Turkistondagi chekdan oshgan cheklama va zulmlarga qarshi inkos bildirib, axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan hamda Xitoy doiralarini bu zulmni darhol to'xtatishga chaqirgan. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlar ustidan o'zi xohlagancha elib berayotgan zulm va adolatsizliklarni darhol to'xtatishi, ularga qartilgan tajovuz va chekdan oshgan besimlarni oxirlashtirish kerakligi ta'kidlanib, eng oddiy sarangidan tartib aloqa uchur va transportchi bo'lgan cheklamlarning eng cho'ng zulm va tajovuz bo'lib hisoblanganligi tilga olingan. Bu qatimqi axborot e'lon qilish yig'inida Sharqi Turkistonning 66 yildan beri Xitoy kommunistlarining tajovuz ostida turayotganligi, zulmning kundan kunga ish berayotganligi, hatto aql qabul qila olmagan darajada cheklama siyosatlari yurgizayotganligi tilga olinib, buning paketi sifatida 13 turlik diniy cheklama tafsili o'tirib qo'yilgan. Oxirida Ittiqod erkinlik munbiri bayonotchisi Sunar Kartal zulm qilish bilan taraqqiy qilg'il bo'lmaydiganligini, adolatning turg'izilishi kerakligini bildirgan hamda sanab tugatgil bo'lmagan darajada cheklimlarning borligi haqida to'xtalib, Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlari bilan bir safda ekanligini, ularni qo'llaydiganligini bildirgan. Xitoy urush aeroplanlari Amerika paraxodlariga xiris qildi. Xitoyning J-10 tiplik urush aeroplani Shangang atrofida harakat qilayotgan Amerika dengiz birlashma paraxod atritiga 180 metr oraliqcha yaqinlashib hayva ko'rsatgan. Xitoy urush aeroplanlari Amerika paraxodlariga xiris qildi. Xitoyning J-10 tiplik urush aeroplani Shangang atrofida harakat qilayotgan Amerika dengiz birlashma paraxod atritiga 180 metr oraliqcha yaqinlashib hayva ko'rsatgan. Time Turk'ning 27 may kuni bu vaqtda bergan xabarida Amerika mas'ullari Xitoy urush aeroplanining intayin xatarlik bir shaklda Amerikaning P-3 tiplik ko'zitish kemasiga yaqinlashganligini, bu urush aeroplanlaridan birining paraxodga 180 metrgacha oraliqqa yaqinlashib kelganligini bildirgan. Xitoy va Amerika orasida yuz bergan bu xildagi xatarlik ahvollar Trump Amerikaga prezident bo'lgandan hozirgacha yuz bergan ikkinchi qatimliq cho'ng voqea bo'lib hisoblandi. Bundan burunqisi bo'lsa 2-oyda Xitoyning KJ-200 tiplik urush aeroplani Amerikaning P-3C tiplik urush aeroplaniga yaqinlashib tahdid qilgan edi. Amerika Xitoyga urush tahdidi soldi.
Amerikaning bir urush paraxti Janubiy Xitoy dengizidagi Xitoy tarafidan ta'sis qilinayotgan sun'iy orollarning yanidagi Xitoy iglik huquq da'vo qiladigan rayonda Beijingga urush e'lon qilgan. Amerika Xitoyga urush tahdidi soldi. Amerikaning bir urush paraxti Janubiy Xitoy dengizidagi Xitoy tarafidan ta'sis qilingan sun'iy orollarning yanidagi Xitoy iglik huquqi da'vo qiladigan rayonda Beijingga urush e'lon qilgan. Amerika axborotlarining bu vaqtda bergan xabariga qaraganda USS DV urush kemisi Xitoy tavalligidagi sun'iy marjon orollarga 12 mil keladigan oraliqgacha yaqinlashib kelgan bo'lib, bu avval Trump davridagi tunji qatimliq Xitoyga qarshi urush e'lon qilish bo'lib hisoblangan. Xitoy iglik huquq da'vosi qilayotgan bu orol va marjon orollarda Filippin, Vyetnam, Malayziya, Brunei, Indoneziya qatorliq qo'shni davlatlarning iglik huquq da'vo qilayotganligi ma'lum. Amerika va Xitoy bir-birlarini Janubiy Xitoy dengizida askar to'xtatish bilan ayblab kelayotgan bo'lsa-mu, Amerika Shimoliy Koreyaning yadro tahdidiga qarshi Xitoy bilan hamkorlik olib berishni xohlaydiganligini bildirib kelmoqda. Xalqaro tahlilchilar bu qatimqi Amerika urush paraxtining Xitoy tavalligidagi sun'iy orollar yendan o'tishi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning texnik jiddiylashishiga sabab bo'lganligini ilgari surmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi Istiqlol televiziyasi xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Yana bir qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.